Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni boladagi yassioyoqlik mavzusi bilan tanishtiraman. Chaqaloq tug'ilganida uning kaft qismi teri osti yog' qavati bilan qalin qoplanganligi bois yuzasi bir tekis bo'ladi. Ularning rivojlanish davri bolaning yurishni boshlashi bilan birga kechadi. 3-4 yoshlariga kelib, kaft suyaklari, mushaklari to'liq shakllanib bo'ladi. Ba'zi omillar sabab boladagi kaft qismining rivojlanishida buzilishlar kuzatilib, yassioyoqlik yuzaga keladi. Kasallikning orttirilgan turi nisbatan xavfli bo'lib, ilk bosqichlari sezilmasligi ham mumkin. Odatda nasliy moyillik, raxit kasalligi, bola tana vaznining keskin ortishi, noto'g'ri tanlangan poyabzal, sifatsiz ovqatlanish tartibi yoki bola kaft qismining mexanik jarohatlanishlari oqibatida yassioyoqlik shakllanishi mumkin. Yassioyoqlik tug'ma va orttirilgan ko'rinishda bo'lib, ularning birinchi turi nisbatan kam uchraydi. Uy sharoitida boladagi yassioyoqlik rivojlanayotganligini bir necha tashqi belgilarga qarab aniqlash mumkin. Kichkintoy lapanglab yuradi. Yurish davrida oyoq kiftining ichki qismini ko'proq bosadi. Oyoq kiftini bir tekis polga tekkizgan holatda qadam tashlashga qiynaladi. Ko'p yursa yoki yugursa oyoqlarida og'riq paydo bo'ladi. Bolaning bel qismida ham og'riq paydo bo'ladi. Yassioyoqlik bor bo'lgan bolaning poyabzal poshnasining ichki qismi nihoyatda tez yemirilib, yaroqsiz holatga kelib qoladi. Keyingi mavzularimizda boladagi yassioyoqlikning oldini olish va davolash haqidagi ayrim ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Doimo salomat bo'ling.